Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan access controlni ko'rib o'tmoqchiman. Birinchi navbatda access control bu nima? Bu OOP ning asosiy tamoyili bo'lgan enkapsulatsiya hosil qilishimiz uchun kerak bo'lgan bitta tool desak bo'ladi. Swift yana o'zidan qo'shimcha access controllar qo'shgan. Xo'p, birinchi ko'rib chiqsak bo'ladi. Birinchi navbatda open va public. Bular nima farqi bor? Mana shu ikkalasini ayniqsa openni kamdan kam ko'rasiz. Sababi bu ko'rishingiz mumkin bo'lgan joy ko'pincha sistemaning o'zining klasslariga yoziladi yoki internetdan qanaqadir kutubxona skachat qilsangiz o'sha yerda ko'rib qolishingiz mumkin. Men o'zim bitta modul yaratdim. Vaqtni tejash maqsadida open va public qismda yaratdim va ularning ichida ham open va public var, open va public metodlarni yaratdim. Vaqt tejash maqsadi bu nimaga ishlatiladi? Bu yerda bitta qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Init deb yozsam agar yoki init deb yozmasam avtomaticheski internal bo'ladi va bu internalni keyinchalik ko'rib chiqamiz. Hozir bu tushirib turaman. Nima kerakligini o'sha yerda ko'rib chiqsak bo'ladi. Bu yerda my class bu asosiy oyna va my framework import qildim. Class masalan bitta class yozaylik. My class. Endi bu naslini olsin. Masalan class opendan olsin. Va shu bilan birga my class bo'lsin, bu open emas, publicdan olsin. Birinchi farqni ko'rib chiqsak. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda xatolik berdi. Demak, public so'z va ключевой so'z bilan qo'ygan class bu enhance'ga ruxsat bermaydi. Ya'ni faqat ishlatishga ruxsat beradi, modifikatsiyaga ruxsat bermaydi, ya'ni o'ziga yarashishga ruxsat bermaydi. Buni tushunarli. Endi mayli, buni o'chirib qo'yamiz. Demak, birinchi farqni tushundik. Nasllarning ruxsat yo'q. Endi ikkinchi farqi. Masalan, var class open desam va my class open degan bo'lsam xatolik beradi. Agar buni o'qiydigan bo'lsak, my class open initializer is unaccessible due to internal protector level. Bu degani my class initializeri access yo'q. O'sha init internal bo'lgani uchun. Agar biz ключевой so'z qo'ymasak, bu avtomatik internal bo'ladi. Shuning uchun biz bu yoqqa init yozishimiz kerak. Init mana qilib qo'yishimiz kerak. Endi oldiga yozmasak internal bo'ladi. Shuning uchun public qilib qo'yamiz. Bu joy to'g'riladi. Endi xatolik ketdi. Yaxshi. Endi keyingi masala. Endi publicdan tekshiramiz. Public. Publicda ham shunaqa bo'ladi. Bu hech qanaqa bemalol olib ishlataveramiz, faqat initializerni qo'yishimiz kerak. Mana public qilgan holatda. Bu ham ketdi. Endiga navbatda ichidagi metodlarni override qilib ko'ramiz.
yana modifikatsiyani bitta turi naslение bo'lsa, ikkinchisi override. Albatta bittasi override qilish kerak, to'g'ri. Endi override ikkita metodni override qilib ko'ramiz. Birinchisi override func method open bo'lsin. Override func method public bo'lsin. Mana ko'rib turganingizdek, bu metodni override qilishga ruxsat yo'q. Chunki bu public metod. Shunday qilib, open bilan public farqini tushunib oldingiz degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling.